Amaki, baloningizni qoraytirib bering. Yo, rahmat, kerak emas. Amaki, qoraytira qoling. Kam. Doston? Ustoz, Sen nima bunaqa ishlar qilib yuribsan? haligi oyimga yordam bo'lsin deb chiqqandim. Sani oying targetga kelib boshqa shaharga ko'chib ketyapmiz. Dadamizni ishi bilan degandi-yu. Ustoz, adam qamalib qoldi. Biz maktab pulini to'la olmay qoldik. Oyim buni aytgani uyaldilar. Necha yilga qamaldi? 9 yilga. Endi 2 yil o'tirdilar, yana 7 yil bor. Sen mashinaga o'tirgin. Bekzod Murodovich. Bu yigitning ismi Doston. Bizning maktabimizning o'quvchisi edi. Ha. O'tgan yili onasi boshqa shaharga ko'chib ketyapmiz deb maktabdan olib ketganlar. Bugun bilsam, otasi qamalib qolgani uchun o'qiy olmagan ekan. Shunga agar ruxsat bersangiz, Dostonni maktabga qaytarsak. Yo'q. Bekzodjon, buni o'qishini pulini men to'layman. Oyligimda. Yo'q. Doston juda ham iqtidorli o'quvchi. Menga Xudo bir kunda ham uy berdi, ham mashina berdi. Bitta o'quvchining pulini to'lamasam yurgan ekanman-da. Yo'q. Nimaga siz farzandlaringizni rizqini boshqalarga bera olishingiz kerak? Agar bola rostdan iqtidorli bo'lsa, marhamat, imtihon topshirsin. Grantimiz bor. Yutib olsin. Siz aytgancha bor ekan. Doston 100% grant yutdi. Men Dostonni 100% grant yutishiga 100% ishonardim. Chunki bu yigit super iqtidor. Endi dadasi qamaldi degani hammasi tugadi degani emas-ku. Qancha dadasi qamalganlar bor. Qancha dadasi yo'qlar bor. Qancha dadasini puli yo'qlar bor. Mana shunaqangi sabablar bilan afsuski ko'p bolalar sifatli ta'limdan mosuvo bo'lishyapti. Xudoga shukr, Bekzodjon. Bitta iqtidorni bo'lsa-da sifatli ta'limga qaytara oldik. Doston, ikkala qulog'iga ham quyar. Bularni hammasi senga qarz. Xo'sh, qarzingni qanaqa qilib uzasan? Katta bo'lsam, albatta biznesmen bo'laman. Pulim ko'p bo'ladi. Men ham qiynalgan oilalarning bolalarini o'qitaman. Xuddi ustozimga o'xshab. Va'da beraman.